Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Bugungi darsimizni 30-betdan boshlaymiz. Demak, sobirun deganimiz sobir degani. Demak, sobirun degani sobir degani. Soruf, soruxun degani soruxun. Vertali soruxun demak bu soruxun deganimiz Soruxun tilim aylanmay qoldi. Demak, soruxun deganimiz raketa degani. Soruxun demak raketa degani. Suratun degani surat degani. Biz sin bilan aytamiz, o'zbek tilida surat deymiz, lekin arab tilida suratun degani surat degani. Dod harfi demak. Xo'p, dirsun deganimiz dirsun degani tish degani. Dirsun demak tish degani. Xudorun degani xodorotlar deydi. Demak, sabzavotlar degani xudorun. Ahdoru degani yashil degani. Ahdoru yashil degani. Ardun degani yer degani. Ardun yer degani. Xo'p, yana bu yerda mashq beradi. Mashq xuddi nima degdik, harflarni bosh harf bilan beradi va o'shalarni biz bir-biriga ulab yozib chiqishimiz kerak. Misol uchun mana bahrun bilan dengiz bo'ladi. Bahrun deganimiz dengiz. B ga H ni ulaymiz va R ni yopishtiramiz mana. Va bahrun degan yozuvni yozib chiqishamiz. Bahrun. Mana bahrun. Bahrun dengiz. Jazzarun, jazzarun nima deymiz? Yozamiz mana. Bu yerda xato qildik. Hop. J ga Z ni qo'shamiz mana. Jazza alifni qo'yamiz. Run mana. Qassob degani. Bu yerda lug'atlarni o'z ustida ishlashlik. Ana shu tartibda qolganlarini ham yozib chiqasizlar. Xo'p. Keyingi betlarimizda xuddi shunday shu paytgacha o'tilgan lug'atlarni ketma-ketlikda yozib chiqishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana shu tartibda ketiladi. Ad-darsu salis demak 3-darsga kelib turib. Xo'p, assalomu alaykum va alaykum assalom. Ismi Kamal va anta ma? Ismim Kamal va senchi deyapti. Ismi Samir, men ismim Samir. Ana muallimun, men muallimman deyapti. Va anta va senchi deyapti. Ana tolibun degan, men talabaman deyapti. Ana min Misr, men Misrdanman. Va anta va senchi deyapti. Ana min O'zbekiston. Ahlan va sahlan, xush kelibsan. Demak, 3-darsimizga bizga ahlan va sahlanni qo'shimcha qildi. Qolgan ikkita ahlan va sahlan degani xush kelibsan degani. Ahlan va sahlan bikum. Ya'ni sizlar ham xush kelibsizlar deyapti. Kayfa haluka degani sening kayfiyating qanday degani. Kayfa haluka. Bu yerda haluka deymiz. Erobsiz o'qimayman desalar kayfa. Kayfa deb aytamiz. Kayfa haluka, sening ahvoling qanday desa bi xoyrin, bi bilan o'qiyman. Bi xoyrin. Bi xoyrin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi. Xudoga shukr yaxshi deyapti. Hop, xayrlashadi. Demak, xayrlashgan vaqtida demak ma'assalama degani. Xayr degani. Ma'assalama dedi, salomat bo'ling bilan degan ma'noni bildiradi. Hop. To harfini ham yoziladi. Tobibun deganimiz shifokor degani. Demak, tobibun deganimiz shifokor degani. Xaritatun degani xarita degani. Xaritatun xarita. Battotun degani o'rdak degani. Battotun demak o'rdak degani. Toiratun deganimiz samolyot degani. Toiratun samolyot degani. Xo'p. Keyingi lug'atlarimiz al-jahizu degani shoir. Al-jahizu shoir nomi. Zobyun deganimiz kiyik, bug'u, erkak kiyikka zobyun deyilar ekan. Zobyun demak erkak kiyik. Xo'p, keyingi harfimiz ayn harfi ekan. Ayn harfida yoziladi. Saidun degani baxtiyor, xursand ma'nosini biladi. Ajuzun degani ojiz, ya'ni kuchsiz, qariya ma'nosida ham keladi. Saatun deganimiz soat degani. Saat cho'zib aytamiz. Saatun soat degani. Isba'un degani barmoq degani. Isba'un nima? Barmoq degani. Ziroun degani qo'l, tirsak. Ziroun deganimiz tirsak degani. Xo'p, keyingi sog'irun deganimiz kichik degani. Sog'irun demak bu yerda kichkina ma'nosini bildiradi. Sog'irun kichik degan ma'noni bildiradi. Sog'irun kichik. G'orbun deganimiz g'arb, ya'ni tomonlarni bildiryapti. G'arb tomonini bildiryapti.
Xo'p. Babbag'u ya'ni to'tiqush. Babbag'u demak to'tiqush. G'urobun deganimiz qarg'a degani. G'urobun deganimiz qarg'a degan.